Qarang, qalbingizda birovga nisbatan hasad yo'qmi? Qarang, qalbingizda bir mu'minga nisbatan adovat yo'qmi? Qarang, qalbingizda birovga nisbatan dushmanlik yo'qmi? Agar bo'lsa, qalbda taqvo yo'q ekan, qalb kir ekan. O'shani ketkazmaguncha qalb salomat bo'lmaydi. Allohning huzurida salomat qalb egasi bo'lgan odamlargina najot topadi. Shuning uchun taqvo avvalo qalbda bo'ladi. Qalbda riyo yo'qmikin? Bir amalni qilyapmiz, birovlar ko'rsin, gapirsin uchun qilsak, riyo sum'a. U qalbning kasalligi. Qalbda ujub yo'qmikin? Ozgina amal qilib qo'yib turib, men hamma narsani do'ldirib tashladim, menda qashal topilmaydi deb o'zimizga baho beryapmiz. Bu yo'qmikin? Shahvat, haromga, yomon ishlarga shahvat qalbdan boshlanadi. U qanday? Mana bu narsalarni qalbda taftish qilish kerak. Har kuni iloji bo'lsa kechki paytda bir hisob-kitob qilib qo'yish kerak. Toki Allohning nazargohi bo'lgan qalbimiz musaffo bo'lsin.